Jahon chempionati 2026 qur'asi e'lon qilindi. O'zbekiston Ajdarlar guruhiga tushdi. AQShda 2026-yilgi Jahon chempionati uchun intizorlik bilan kutilgan qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Millionlab futbol ixlosmandlari diqqat qiziqish bilan kuzatgan tadbirda barcha 12 guruhning tarkibi ma'lum qilindi. Musobaqa shakli iqtisoddan katta bo'lgan bois har bir guruhda jiddiy raqobat, keskin to'qnashuvlar va kutilmagan sensatsiyalar kutilmoqda. Qur'a natijalariga ko'ra Meksika, AQSh va Kanadada o'tkaziladigan mundialning har bir guruhi o'ziga xos dramatizm va intriga bilan to'ldi. Qur'a natijasiga ko'ra O'zbekiston K guruhidan joy oldi va bu kvartetdagi raqobat o'ta keskin va qizg'in kechishi kutilmoqda. K guruhi o'zbekistonlik muxlislar uchun eng muhim guruh. Portugaliya va Kolumbiya bilan birga shakllangan bu kvartetga Kongo, Yamayka yoki Yangi Kaledoniyadan biri qo'shiladi. O'zbekiston terma jamoasi kuchli raqiblarga qarshi o'z so'zini aytishi va play-off uchun kurashish kutilyapti. Birinchi tur 17-iyun O'zbekiston Kolumbiya. Dastlabki bahsda terma jamoa Janubiy Amerika futboliga xos jonkuyar, texnik jihatdan kuchli Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Bu o'yin guruhdagi umumiy tusni belgilab berishi mumkin. Shu bois jamoadan maksimal jamlanish va iroda talab etiladi. Ikkinchi tur 23-iyun Portugaliya O'zbekiston. Ikkinchi uchrashuvda yirik favoritlardan biri Portugaliyaga qarshi maydonga chiqiladi. Yevropa grandlaridan biriga qarshi bellashuv nafaqat sinov, balki o'zini namoyon qilish uchun katta imkoniyat bo'ladi. Muxlislar bu kunni allaqachon taqvimda belgilab qo'yishganiga shubha yo'q. Uchinchi tur 27-iyun Kongo, Yamayka, Yangi Kaledoniya, O'zbekiston. Guruh bosqichining so'nggi bahsi play-off taqdirini hal qiluvchi o'yin bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu raqib play-off saralashdan keladi va uning qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar raqobat yuqori bo'lishi tayin. Terma jamoa uchun bu o'yinda har bir gol, har bir daqiqa beqiyos ahamiyat kasb etadi. Jahon chempionati 2026 uchun taqdim etilgan ushbu taqvimdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston terma jamoasi oldida katta mas'uliyat va bir vaqtning o'zida ulkan imkoniyatlar turibdi. Muxlislar esa allaqachon jamoa atrofida birlashib, ularga ishonch va dildan qo'llab-quvvatlashni boshlab yuborishdi.